Hürmetli vatandaşlık siyaslarımız davamlaştırımız. Bugünkü saat 2019 yıl 11. ayının 7. günü haftaga Perşembe. Endiki mavzumunda vatandaş. Peter Navarro. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning iqtisod ishlari bo'yicha maslahatchisi. Peter Navarro savdo suhbati eng oxiri Jungoning Amerika iqtisodiga qurilma xarakterli hujum qilishini oxirlashtirdi deb ko'rsatdi mavzuli xabar 11 ayning 7 kuni Amerika ovozining Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlar. New York. Prezident Trump'ın savdo ishlari bo'yicha maslahatchisi Peter Navarro haftaning 3 kuni Amerika ovozi muxbirining Amerika muxbirining ziyoratini qabul qilganda bunday ko'rsatdi. Amerika Jungo savdo suhbatining eng oxirgi maqsadi Jungoning Amerika iqtisodiga qurilma xarakterli hujum qilishini oxirlashtirishdan iborat. Omanda ko'rsatdi, Amerika 3 bosqichli kelishim imzolash bilan bu masalalarni hal qiladi. Muxbir, birinchi bosqichli kelishim Amerika Jungo savdo urushining oxirlashganligidan derak beramdi deb savol qo'yganda, Peter Navarro mundaq ko'rsatdi. Savdo urushi bu bir xil atash. Xato atash. Hazır elib berilayotgan ikki davlat o'rtasidagi suhbatda qilishga tegishli ish shu bo'ldiki, Jungoning Amerika iqtisodi qurilma xarakterli hujum qilishini oxirlashtirishdan iborat. Qilishga tegishli ishimiz savdo tijorat kompyuterlarimizga hakkerlarning hujum qilishini, texnik o'tinib berishga majburlashni, aqliy mulkni o'g'irlashni, pulni kontrol qilishni oxirlashtirishdan iborat. Demak, hozir Jungoning butkul savdo tartibi deymiz biz buni. Jungochi savdo qilishning tartiblari. Hozir Peter Navarro nima deydi? Ikki davlat o'rtasidagi suhbat va kelishim dalmushini, ya'ni Jungoning qurilma xarakterli Amerikaning iqtisodiy hujum qilishini oxirlashtirishdan iborat. Birinchi bosqichda kelishim imzolashdi. Buning ichidagi bir qancha masalalar tilga olindi. Lekin biz yaxshi bir kelishimga ega bo'lishimiz uchun biz 3 bosqichli kelishim imzolashimiz kerak. Amerika Jungo savdo urushi deb atashni nima uchun xato deymiz? Navarro mundaq dedi. Savdo urushi ba'zi davlatlarning tamoyilda bejini tuvallitishni sinab ko'rgan cheg'ida sammo tamoyilda bejini tuvallitishga qo'shilsa. Navarro mundaq dedi. Amerika Jungo savdo munosabatlari undaq oddiy munosabatlar emas. Biz Jungoning yetishgan ajallik qurilma xarakterli jinoyatining ziyonkashligiga uchragan davlat. Va tilga olgan 7 cho'ng qurilma xarakterli jinoyatlar. Jungoning aqliy mulkni o'g'irlaganligini, texnik o'tinib berishga majburlaganligini, hakkerlarning Amerikada torbatlarga hujum qilganligini, tökme qilib satab Amerika shirkatlarini bozordan siqib chiqarganligini, moliyali shirkatlarga pul qo'shib berganligini, Amerikaga pentayni dorokomilichi eksport qilganligini va pulni kontrol qilganligini ko'rsatdi. Demak, mashallah Jungo sotsializmning jini. Navarro iqtisodshunoslar jurnali tahrirligi tashkillagan Dunyo savdo muhokama yig'inida nutq so'zlaganda yuqorida ko'rsatdi. Yig'in boshqaruvchi qo'ygan savollar: "Nimishqa Amerika o'zi yolg'iz harakat qiladi? Nimishqa Amerika ittifoqdoshlar bilan ittifoqlashib, Jungoga taqobil turmaydi?"
deb koygan suallarga Navarro mundaq cevap verdi. Demek bu kişi hazır bir ak gönül kişiken cumama tübendiki cevabı karanlı cuma. Navarro mundaq cevap verdi. Germaniya, İtalya, Yunanistan qatarlıq devletlerin Amerika bilen birleşip Cumhur'a taqabıl turalaydigan iktidarı yok. Ben Germaniyanın sodi statistikisini görüp çıkıp çocup kettim. Germaniyanın yerim iktisadi digidek eksportga tayin ediken. Mesele şu edi ki eksportga tayin edilen barlık yolla qayerga tutuşudu? Beijing'e tutuşudu. Allah! Şunlaşkı Germaniyanın Amerika bilen birleşip Cumhur'a taqabıl turuş iktidarı yok. Aleşlerim. Geçerenle tekrarlayayım bir cümle. Şunlaşkı Germaniyanın Amerika bilen birleşip Cumhur'a taqabıl turuş iktidarı yok. Ya ki sen üzünün deniz portunu Cumhur'a icarıga berip meblağ alıdığın İtaliyanın iktidarı var deb hesaplamsan. Allah! Ya ki sen Gretsiya Cumhur'a taqabıl turuşqa bizga yordam beredi deb o'ylamsan. Muxbirga yandırıp qo'yayotgan savol. Navarro mundaq ko'rsatdi. Fakat biz Amerika Cumhur'un ve dünyanın pul saklap berediğin bankisi hesaplangan Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Trump başka devletlerinin Amerika bilen birleşip Cumhur'a taqabıl turuşini saklap olturmaydı. Es qildingiz, tushundingiz bo'lgan, ölmetlik vatandaşı.